Hammaga xayrli kun, hurmatli haydovchilar va dalnaboshlikda havas qilgan barcha yurtdoshlar. Biz hozir mana poligondamiz. Bu o'zimizda o'quv mashg'ulotlarini o'taydigan poligon. Mana bu yerda zigzag, mana bu konuslar qo'yilgan joy. Bunisi 45 graduslik va mana bunisi 90 graduslik. Endi do'stlar, mana bitta holat borki, men video qo'yayapman. Men chap oyog'imda bajaraman, o'ng oyog'imda bajaraman deydiganlar ham bor. Lekin men hozir mana shu professionallar qanday bajaradi, o'shani ham tushuncha berishga harakat qilaman. Har bitta professionalda xatosi shundaki, biz mashinani asraymiz. Odroq burilishlarda, nimalarda mana shu o'ng tomon 90 likka tiqishda ham, boshqasida ham qarash, boshqa mashg'ulot bajarishda ham обязательно biz mashinadan tushib oldin расчетini olamiz. Расчетini asl professionallar shunday qiladi. Lekin Yevropani normativlari bo'yicha siz shunday kelishingiz kerak. Mashinaga o'tirishingiz kerak, remenni taqishingiz kerak, hamma protsedurani bajargandan keyin oynaga qarab bajarishingiz kerak hamma narsani. Endi oyna masalan har bitta mashinada 4 tadan bokovoy, yonbosh 5 ta oyna, oldida 6-oyna bor. Endi mana shu holatda to'g'ridan to'g'ri kelib sразу bajaraman deyishda sizda расчет bo'lmaydi baribir. Ayniqsa o'ng tomon 90 gradusda bajarishda. Shuning uchun mana men o'zim ham necha marta stangaga borib, mashinani tiqaman desam o'ng tomon, masalan, o'ng tomonga sindirib tiqamasam, обязательно qarayman. Qaragandan keyin albatta bitta-ikkita haydovchilardan yordam so'rayman. Sabab bitta xato bilan ikkita furani arasiga tiqmoqchi bo'lsangiz, siz yo mashinani urib olasiz, yo nimadir qilasiz. Расчет ola olmaganingizdan keyin, sababi o'lik zonalar ko'p. Shuning uchun bu oddiy mashqlar emas. Bu oddiy mashqlar bo'lganda men mana bunday qilib videolar qo'yib, unday qiling, bunday qiling degan gapni aytmagan bo'lar edim. Shuning uchun har bitta mashqni mana hozir deylik, chap tomonni bajaraman desangiz, chap tomonni расчетini ola olasiz. Chap tomonni расчетini ola olasiz. Lekin o'ng tomonnikini mana o'ng tomonni Pritsep bunday sinadi. Bu tomonga sinadi. Singandan keyin ana ugil bilan bu ugil, ikkita pritsep orqa ugili обязательно tor joyga tiqotganingizda birinchi bo'lib yo mashinani yonboshiga uriladi, bironta mashina arasiga qo'ymoqchi bo'lsangiz, yo tor joyga kiradigan bo'lsangiz, devorga urib olasiz. Endi shuning uchun bu narsa oddiy mashqlar emas, ko'zga oson ko'rinadi-yu, lekin bajarilishi murakkab bo'lgan mashqlar. Nima uchun? Yevropa davlatlari shuning uchun mana shu normativni bajarishni majburiy qilib qo'yibdi. Lekin aslida professional bo'lganingizdan keyin har doim mana bu rejim bo'yicha, bu normativlar bo'yicha tiqmaysiz. Qayerga borasiz? Tor joyga bo'ladigan bo'lsa, sizga aytib turadi, bolalar podskaska berib turadi. Uni harakat qilasiz, mashinani reski qaychi qilmasdan tiqishga harakat qilasiz. Ana shuning uchun mana men bir ikkita video qo'ydim, bolalarni haydashini ko'rib bajara olmadi, bunaqa degan karam-sho'ro gaplarni aytdinglar. Lekin o'zlaringiz ham kelib mana shu yerga hozir shu mashqni bajaraman desanglar, birdan bajara olmaysizlar, adaptatsiya qilish kerak, xato qilib qo'yasizlar. Shuning uchun undan ko'ra podskaska beringlar, boshqa qilinglar. Mana qanday joyda xato qilyapti, rulni ko'p burib yorgan holatida deylik, nimani vaqtida bajara olmayapti, kechki bajargandan keyin pritsepni orqa tomoni u boshqa joyga ketib qoladi. Shuning uchun do'stlar, qunt bilan har bitta mashqni bajarishga harakat qiling. Gabaritni sezishga o'rganing. Ana o'shanda siz bemalol mukammal darajada bajara olasiz. Lekin amalda Yevropa davlatlarida yo stangalarda yo parkinglarda siz baribir kiraman desangiz, mashinadan 3-4 marta tushib qaraysiz, расчетni olasiz, yo kimdir sizga yordam beradi. Lekin mashqlarni bajarishda sidqidildan bajaring. Sog' bo'lasiz.